Viloyat hokimligining katta majlislar zalida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 9 yilligiga bag'ishlangan tantanali yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda Oliy Majlis deputatlari, tumanlar hokimlari, viloyat tashkilotlari rahbarlari, jamoatchilik vakillari ishtirok etdilar. Tantanani Samarqand shahar hokimi Po'lat Abdurahmonov ochdi. Tantanada dastlab viloyat fuqarolik sudi raisi Abdukomol Rahmonov hayotimiz kafolati, baxtimiz qomusi konstitutsiya haqida ma'ruza qildi. Vatanimizning mustaqillik huquqini qo'lga olganligi O'zbekiston zaminida yashayotgan insonlar hayotida muhim tarixiy burilish bo'ldi. O'zbekiston uchun taraqqiyot va istiqlol, yangi jamiyat qurish, erkin va farovon hayot kechirish yo'llari keng ochildi. 1992-yil 8-dekabr kuni xalqimizning erki va xohish irodasining mahsuli sifatida O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi qabul qilindi va 8-dekabr bayram kuni deb e'tirof etildi. Muhtaram do'stlar, inson huquqlari oliy qadriyat sifatida tan olinib, davlat ham, jamiyat ham avvalo inson manfaatlariga xizmat qilishi, uning haq-huquqlarini himoya etishi ustuvor tamoyil sifatida aniq belgilab qo'yildi. Zero hadisi sharifda ta'kidlanganidek, inson tabiatning gultojisi, barcha mavjudotlarning eng sharaflisi va eng afzalidir. Hazrat Nizomiddin Mir Alisher Navoiyning nimaiki yaxshi, nimaiki foydali narsa bo'lsa, hammasi inson uchun, uning farovonligi uchun bag'ishlanmog'i, uning xizmatida bo'lmog'i lozim degan baytlarning mazmuni ham go'yo konstitutsiyamizga ko'chib qolgandek. Shu bois ham jahondagi eng ilg'or va eng taraqqiy topgan davlatlar tomonidan bizning konstitutsiyamizning eng xalqchil va eng demokratik konstitutsiya tariqasida o'ta nufuzli huquqiy akt sifatida tan olinishi, inson huquqlari to'g'risidagi xalqaro bil va boshqa konvensiyalarga muvofiq deb topilishi xalqimizning va prezidentimizning ramziy ma'nodagi tan olinishidir. Mana shu bahoning o'zi har birimizdan O'zbekiston fuqarosi degan yuksak nomni sharaf bilan oqlashni taqozo etadi. Har birimizda mas'uliyat hissini uyg'otadi. Ozod va obod vatanimizning porloq kelajagi yo'lida qahramonona mehnat qilishga chorlaydi. Konstitutsiyamizning eng yuqori saviyada islom qonunchiligi va jahon andozalari hamda ko'p asrlik milliy urf-odatlarimiz asosida yaratilganligi, buyuk bobokalonlarimiz Al-Marg'inoniy, At-Termiziy, Al-Buxoriy, Amir Temur, Abdurrauf Fitrat singari hidoya, hadis, tuzuk, konstitutsiya va qonunlar yaratib, butun dunyoga konstitutsiya va qonunlar yaratish bo'yicha tarixdan mashhur bo'lgan o'zbeklarning o'ziga xosligi yana bir bor o'z isbotini topdi. Ayniqsa, oila davlat negizini tashkil etishi, oilaning davlat va jamiyat himoyasida bo'lishi, onalik va bolalik davlat tomonidan muhofaza etilishi, har bir ota ona o'z farzandini tarbiyalashga va moddiy ta'minlashga, har bir voyaga yetgan mehnatga layoqatli farzand ota-onalar haqida g'amxo'rlik qilishga majbur ekanliklari konstitutsiyada belgilab qo'yilishi o'zimizning o'zbekona urf-odatlarimizga mosligidan dalolatdir. Darhaqiqat bugun konstitutsiyaning hayotimizdagi tutgan o'rni va ahamiyati naqadar ustuvor ekanligini yaxshi bilamiz. Erishayotgan yutuqlarimiz, tinch va osuda hayotimiz, xalqaro maydonda ortib borayotgan obro'-e'tiborimizning negizida konstitutsiyamiz tufayli qabul qilingan qonuniy va huquqiy asoslar mavjud ekanligi barchamizga ayon. Konstitutsiyamizning yana bir jihati shundaki, ozodlik va tinchlik, adolat va haqiqat, insonparvarlik va qadr-qimmat g'oyalari ustun qo'yilgan. Unda xalqimizning ming asrlik xohish irodasi, ijtimoiy siyosiy ongi, ma'naviy va ma'rifiy qarashlari, urf-odatlari, mamlakatimiz istiqloli va taraqqiyotining huquqiy omillari aks etib turibdi. Mana shu tamoyillar doirasida O'zbekiston Respublikasi davlatining o'z xalqining oliy manfaatlari, farovonligi va xavfsizligini ta'minlash maqsadida o'zining odilona siyosatini ro'yobga chiqarmoqda. Ayni paytda jahon xalqlari tinchligiga rahna solayotgan xalqaro terrorizm, butun dunyo xalqlari qatori O'zbekistonlikman degan barchaning tinchligini buzayotganligi bor haqiqatdir. Toshkent shahridagi terroristik qo'porishlar, Surxondaryo viloyatining
Sariosiyo va Uzun tumanlaridagi, Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidagi terroristik hujumlar mamlakatimiz konstitutsiyaviy tizimi va xalqimizning tinch osoyishta hayotiga qaratilgan tajovuzlar edi. Bu borada xalqimiz tinchligi va osoyishtaligi uchun qalqon bo'lgan vatandoshlarimizni hurmat bilan esga olamiz. Vatan uchun shahid ketgan o'g'lonlarimiz xotirasini faxr bilan yodga olib, ularning porloq xotirasi oldida bosh egamiz. Hurmatli do'stlar, Konstitutsiyaning 4-moddasida O'zbekiston Respublikasida davlat tili o'zbek tilidir. O'zbekiston Respublikasi o'z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlari va an'analarini hurmat qilishi, ularni rivojlanishi uchun sharoit yaratishi lozim deyilgan. Ko'p millatli vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz kelajagi uchun bu moddaning ahamiyati juda muhim. Barcha xalqlarning do'stligi va qardoshligi vaziyatidagina milliy uyg'onish va taraqqiyotga erishish mumkinligi hammamizga ayon. Viloyatimizda 100 dan ortiq millat va elat vakillarining do'stona va inoq hayot kechirishlari, ushbu do'stlik va hamjihatlikni ta'minlashda davlat idoralari, mahalla qo'mitalari va milliy markazlarning keng jamoatchilikning roli beqiyosdir. Zero o'zbek tilining davlat tili deb e'tirof etilishi davlat mustaqilligining asosiy belgilaridan biri hisoblanib, milliy g'urur va iftixorimizdir. Bizning bosh mafkuramiz O'zbekiston Konstitutsiyasidir. Konstitutsiya millat va insoniy qadriyatlar, demokratik tamoyillarga asoslanadi. Xalqimizning asrlar davomida shakllangan yuksak ma'naviyati, an'ana va udumlari ulug' bobokalonlarimizning o'lmas merosidan oziqlanadi. Xalqimizning qadimiy an'analari, udumlari va urf-odatlarining yosh avlod tarbiyasidagi roli beqiyosligini hammamiz yaxshi bilamiz. Chunki har bir yangi jamiyatni yetuk ma'naviy ma'rifiy negizsiz qurib bo'lmaydi. Shu bois ham mamlakatimizda uzoq o'tmishdagi buyuk bobokalonlarimiz qadr-qimmati o'z o'rniga qo'yilmoqda. Istiqlol yillarida prezidentimizning ulkan sa'y harakatlari bilan Bahovuddin Naqshbandiy, Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy, Jaloliddin Manguberdi, al-Marg'inoniy, Abu Mansur Matrudiy kabi o'nlab ulug' ajdodlarimiz hayotlarining tom ma'noda qayta tiklanishi, yaqindagina Xorazmda Avesta bog'ining yaratilishi xalqimizning qaddini ko'tarib, g'ururiga g'urur qo'shibgina qolmay, jamiyatimiz ma'naviy iqlimini tubdan o'zgartirib yuborganiga har birimiz guvohmiz. Xalqimizda qonunni bilib, unga amal qilish huquqiy madaniyat deb baholanadi. Shunday ekan, biz O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini mukammal bilishimiz, har tomonlama o'rganishimiz va bu borada yuksak madaniyatga erishishimiz darkor. Biz va farzandlarimiz Konstitutsiyaning ma'no mazmunini, unda mujassamlashgan huquq va burchlarimizni bilaylik. U xalqimizning istiqlol yillarida erishgan tarixiy yutuq ekanligini teran anglab, avlodlarga yetkazaylik. Muhtaram prezidentimiz ta'bir bilan aytganda, toki Konstitutsiya biz uchun nafaqat muhim hayotiy qo'llanma, balki g'urur, iftixor, kerak bo'lsa shu zamonda istiqomat qilayotgan millati, tili, dinidan qat'iy nazar barcha insonlar uchun mustahkam himoya vositasi bo'lib qolsin. Muhtaram do'stlar, siz azizlarni ana shunday ulug' bayram, hayotimiz kafolati, baxtimiz qomusi, Konstitutsiya kuni bilan yana bir bor tabriklashga, barchangizga Allohdan sihat, salomatlik, farovon hayot, oilaviy baxt, xayr va barokat tilashga ijozat bergaysiz. Ushbu ma'ruzadan so'ng viloyat hokimi Shavkat Mirziyoyev so'zga chiqib, bayram bilan ishtirok etganlarni, viloyat ahlini samimiy muborakbod etdi va mamlakatimizda olib borilayotgan ijtimoiy, iqtisodiy islohotlarda viloyatimiz faollarini jonkuyar, faol ishtirok etishini ta'kidladi. Samarqand viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy hayotida muhim manbalardan oqilona foydalanish lozimligini va bu borada jamoatchilik vakillari joylarda keng targ'ibot ishlariga qo'l urishini o'z so'zida qayd etdi. Tantanali marosimda mamlakatimiz prezidenti Islom Karimovning farmoniga muvofiq istiqlolimizning 10 yilligi arafasida turli jabhalardagi fidokorona mehnati, sarhadlarimiz daxlsizligini saqlash, ishlab chiqarish va ma'naviyatni yuksaltirish borasida erishgan muvaffaqiyatlari uchun bir guruh yurtdoshlarimiz vatanimizning yuksak mukofotlari bilan taqdirlangan. Ular orasida samarqandliklar ham ko'pchilikni tashkil qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov nomidan ushbu mukofotlarni Shavkat Mirziyoyev o'z egalariga topshirdi.
Po'latov Kubay Narzullayev.